ömrümde, hayatımda men bir marta o odamni ko'rdim. Hojixon bilan uchrashganimizda shunday bo'ldi. Ha, Omonboy, senmi bizlarni toqqa o'xshatgan dedilar. Ya'ni mening quyosh soati she'rimda shunday gap borki, Xorazmda tog'lar yo'q deydilar, lekin bor. Xorazm tog'lari bu ertalab tongda quyoshdan yerni to'sib turmaslik uchun odamlar qiyofasida yurishadi bu tog'lar. Bu Beruniy, Kubro, bu Xorazmiylar, bu boshqa deb kelib, Ogahiy deb izida Hojixon, Komiljon degan joylari bor. Shunda men Hojixon aka, sizdan ham bir savol so'rayman dedim. Misol uchun Xorazm siyogohini bir to'ydami, boshqa yerda turli joylarda bir kunda 5 marta aytishingizga to'g'ri kelar. Shunda odamlarga qarab sal kasb nimalari, mansablari pastroq bo'lsa, bunday qilib aytib ketaveradigan paytlaringiz ham bo'ladimi deb so'radi. Nima deysan dedi menga qarab u kishi. Omon dedi. Men har bir qo'shig'imni Xudoyim Taolo oxirgi marta aytishga imkon berdi deb aytaman dedilar. Hojixon. Bu Hojixon.